Assalomu alaykum. Qadrli obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Kuninglar xayrli o'tsin. Qo'ylarimizga bedalarini berdik, yeyishyapti. Xo'p, sizlar bilan hozir yangi bitakkan joyimizni ko'rsataman. Xo'p, men yem pishirgani qozon oldim, 250 litrli o'choq qozon, bitta qilingan qopqoqlari bilan. Xo'p, ichida yemlar pishgan. Xudo xolasa berilyapti. Xo'p, bu yemlarimiz 13 kilosi 20 kilo, 21 kilo bo'layapti pishganidan keyin. Xo'p, bu orqamdagi ko'rib turganlari yangi soliq qo'ylarga joy. Xudo xohlasa juda chiroyli tarzda bityapti. 8 metrga uzunligi, ichi 2,5 2,30, oxir joyi bilan 3 metrga boradi. Oyoqdagi xudo xolasa shiben tashaldi 30 ga, tepasiga bir 10 sm quruq turpoqdan tashab, yaxshilab bu apparatda zasifga qilib yuboramiz. Bu ham o'sha tuyog'i botmaslikka sidiga tortadi, suv qatishmaydi. Oyoqdagi ho'l bo'lmaydi, eng muhimi. Xudo xohlasa bu yerga eng yaxshi bo'g'oz qo'ylardan olib kelamiz. Bugun bitib qolsa kerak inshaalloh. Ko'rib turinglar, kuzatib turinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Oxirida nech pulga bitganini aytaman. Xudo xohlasa hozir rasxodlari ketyapti. Bizdan uzoqlashmanglar. Jonlaringiz sog' bo'lsin.